Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 28 may Qashqarda 2 Uyg'ur Xitoy ko'chmanlariga pichoqliq hujum qilib, 2 nafarini yaralandirgan. Keyin o'zlari Xitoy soqchilari tomonidan etib etilgan. Vaqea Qashqar viloyatidagi o'pka kasalliklar doktorxonasining oldida yana poyezd stansiyasiga mangadigan yo'l ustida yuz bergan. Soqchi xodimlarining bayon qilishicha, hujumchilar 18 yoshli bolalar bo'lib, ular doktorxonaning yonidagi bozorda savdo qiladigan Xitoy ko'chmanlariga hujum qilgan. Atrofda vazifa o'tayotgan Xitoy soqchilar naq maydonga yetib kelib, bu 2 nafar hujumchiga o'q chiqargan. Hujumchilardan biri naq maydonda, yana biri doktorxonada jon uzgan. Bu mazkur rayonda yuz bergan eng yangi to'qinishlarning biridir. Aşkarlanışça 23 may Yakan Naylik Saqçı İdarisi ve Dövlət Amanlıq Ətirti qatarlıq 5 orunğa qararlıq bomba qoyulğan. Bulardan biri partılğandan keyin Xitay saqçıları keng ko'lamlik harakatga o'tib, qolgan 4 bombani topgan. Gulbaq saqçıxanasındakı xodimlarning aşkarlashicha 5 dana qararlıq bomba Naylik Saqçı İdarisi, alayda Saqçı Ətirti, Dövlət Amanlıq Ətirti, gaz punkti ve 6. başlangıç məktəb qatarlıq 5 orunның qorusi yoki xizmat binasının ətrafıga qoyulğan. Saqçı xodimlarning bayon qilishicha, bombalarning eng kuchligi az degandimi 15dan 20 kishini o'ldirish va zaxmlantirish kuchiga ega ekan. Ma'lum bo'lishicha, vaqa sezgur bir mezgilda, ya'ni 22 may Urumchi atdiganlik bozoriga hujum qilish vaqasidan keyin yuz bergashga doirlar vaqa haqidagi uchurlarni qattiq kontrol qilgan. Egalishimizce Gumanayi bozorida o'ltirishlik yana bir Uyg'ur oilasining uy besati qurilish shirkati tomonidan majburiy chiqib etilgan. Vaqa Gumanayi bozorining Gulqazma mahallasida, yana Naylik qatnash bekitining udilida yuz bergan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan uy egasining bildirishicha, atalmish qurilish shirkati ularning uy, do'kon, zavodlarining hammasini to'van bahoda o'tkazib olmoqchi bo'lgan. U mundaq dedi: "Biz ular bilan oxirigacha tirkashdik. Oxirida ular bizga zo'rlik ishlatdi. Men 2 qitim tayoq yedim. Yaqinda ular kechida kelib uy joyimizni turtib, butun mol-mulkimiz bilan uylarimizni buzib etdi. Mazkur bozorda hozirgacha jami 3 Uyg'ur oilasining uy joylari chaqilib tuzilib etilgan." 29 may Xalqaro kechirim tashkiloti bayonot e'lon qilib, G'uljida 55 nafar Uyg'ur ustidan ochilgan ochiq sotni qattiq aybladi. G'ulji doiralari seshanba kuni 55 nafar Uyg'urni bo'lgunchilik, terrorlik qatorliq jinoyatlar bilan ayblagan va ular ustidan hukm e'lon qilgan edi. Xalqaro kechirim tashkiloti bayonotida G'uljida ochilgan bu sotni qabih deb atadi va adil bo'lmagan bundaq sotlash usulining vaziyatni texmo jiddiylashtirish boshqa narsaga yaramaydiganligini bildirdi. Xitoy hukumati 22 may Urumchi atdiganlik bozori hujumidan keyin darhol 1 yillik qattiq zarba berish harakati qo'zg'ab, keng ko'lamlik tutqunni boshlab etgan edi. Xitoy axboroti qaraganda, Qarmay doiralari 29 may 4 kishini terrorlik tashkilotiga qatnashish qatorliq jinoyatlar bilan ayblab, rasmiy qo'lga olgan. Xabarda bu kishilarning ismi milliy tilga ilinmagan bo'lsa-mu, lekin kuzatuvchilar ularning Uyg'ur bo'lish ehtimolligini bildirmoqda. Doiralar yana Uyg'ur elining boshqa joylarida 220 dan ortiq kishini o'xshash jinoyatlar bilan ayblab tutqun qilgan va seshanba kuni G'uljida 55 kishiga hukm e'lon qilgan edi. Xalqaro kechirim tashkiloti G'uljida ochilgan bu sotni qabih deb atagan. 27 may Xotan viloyati uqtirish chiqarib, viloyat tavasida ündidar qatorliq ijtimoiy aloqa vositalarining qamal qilinganligini bildirdi. Xotan viloyatlik terrorlik zarba berish qo'mondonlik shtabi nomida tarqatilgan uqtirishda qamalning 28 may soat 0 dan boshlanganligi, ündidar, ko'k qatorliqlarning vaqtliq to'xtatilganligi ko'rsatildi. Xitoy hukumati Uyg'ur elidagi qarshilik harakatlarining internet uchur aloqasi bilan munosabat ekanligini ilgari surgan. 19 may doiralar 39 nafar Uyg'urni internetda terrorlik va jihodga undaydigan uchurlarni ko'rgan, milliy o'chmanlikni tashabbus qiladigan uchurlarni taqatgan degandek jinoyatlar bilan qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.